Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, efirda axborot, studiyada Jamshid Umurzoqov. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev neft gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga uglevodorod resurslarini uzluksiz yetkazib berish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Neft-gaz sohasi jahondagi eng o'zgaruvchan tarmoqlardan biri bo'lib qolmoqda. Narxlarning shakllanishiga geosiyosiy vaziyat, jahon bozoridagi talab va taklif, logistika zanjirlarining holati, global iqtisodiy jarayonlar kabi ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa futures bozorlarida narxlarning tez-tez o'zgarib turishi sohada uzoq muddatli prognozni qiyinlashtirmoqda. Ba'zan bir barrel neft narxi atigi bir necha soat ichida sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ham bunday murakkab sharoitda bozordagi vaziyatni o'z vaqtida va chuqur tahlil qilish, barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan samarali siyosat muhim ahamiyat kasb etadi. Neft-gaz tarmog'i jahon iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri sifatida dunyodagi umumiy energiya iste'molining 50% ni ta'minlayapti. E'tiborlisi bu ko'rsatkich muqobil energetika manbalarini rivojlantirishga investitsiyalar kiritilayotgan bir sharoitda ham saqlanib qolmoqda. Bu esa neft-gaz sohasi har bir mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Mamlakatimizda ham sohani rivojlantirish, samaradorlikni oshirish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan ishonchli ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan yig'ilish va taqdimotlarda soha oldida turgan dolzarb vazifalar belgilanib, ijrosi bo'yicha mas'ul rahbarlarga aniq topshiriqlar berib kelmoqda. Joriy yil 27-iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ham sohadagi masalalar atroflicha muhokama qilinib, davlatimiz rahbari tarmoqdagi mavjud muammolarni bartaraf etish va samaradorlikni oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni belgilab berdi. Bu boradagi ustuvor vazifalardan biri aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining uglevodorod resurslariga bo'lgan ehtiyojini ishonchli ta'minlashdir. Buning uchun eng avvalo tizimli hisob-kitob qilish, zaxiralarni shakllantirish va neft-gaz tarmog'i faoliyati samaradorligini yanada oshirish talab etiladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev neft-gaz bozorida barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga uglevodorod resurslarini uzluksiz yetkazib berish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda sanoat quvvatlari kengayib, aholi ehtiyojlari ortib borayotgani tabiiy gaz va neft mahsulotlariga talabni oshirmoqda. Bunday sharoitda ichki bozorni zarur resurslar bilan barqaror ta'minlash, mavsumiy ehtiyojlarni oldindan hisobga olish va narxlarning asossiz o'sishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyatga ega. Taqdimotda neft va gaz qazib chiqarish, import qilish, qayta ishlash, zaxiralash hamda iste'molchilarga yetkazib berish holati ko'rib chiqildi. Tarmoqlar va hududlar ehtiyojini aniq hisob-kitob qilish, ichki talabni ustuvor ta'minlash va yetkazib berish grafiklariga qat'iy rioya etish zarurligi qayd etildi. O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatida tabiiy gaz qazib chiqarish sur'atlarini barqaror saqlash, mavjud konlar imkoniyatidan samarali foydalanish va yangi quduqlarni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, avgust oyida 27 ta quduqni ishga tushirish rejalashtirilgan. Yangi Kultak, Niyoz, Qoratav, Marvarit va Tegirmon konlaridagi ishlar hisobiga qo'shimcha 887 ming kub metr tabiiy gaz qazib chiqarish imkoniyati yaratiladi. Quduqlarni burg'ulashdan tortib, ularni gaz uzatish tarmog'iga ulashgacha bo'lgan jarayonlarni kunlik nazoratga olish, elektr ta'minoti va ishlab chiqarish infratuzilmasining uzluksiz ishlashini ta'minlash muhimligi qayd etildi. Neft va gazni qayta ishlash korxonalarini xomashyo bilan bir maromda ta'minlash, mavjud quvvatlardan samarali foydalanish hamda ichki bozorda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Uglevodorod resurslarini hududlarga o'z vaqtida va yetarli hajmda yetkazib berish, zarur zaxiralarni oldindan shakllantirish hamda ishlab chiqaruvchi, tashuvchi va sotuvchi korxonalar faoliyatini o'zaro muvofiqlashtirish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Narxlar barqarorligini saqlash uchun bozorda yetarli taklifni ta'minlash, mahsulotlarni birja savdolariga talabdan kelib chiqib joylashtirish, ishlab chiqarish va logistika xarajatlarini qisqartirish muhimligi ta'kidlandi. Resurslarni asossiz ushlab turish, sun'iy taqchillik yuzaga keltirish va narxlarni oshirishga qaratilgan holatlarni oldini olish bo'yicha ta'sirchan nazorat o'rnatish topshirildi. Ichki bozorda talab va taklif muvozanatini saqlash, uglevodorod resurslari ta'minotida uzilishlarga hamda narxlarning asossiz o'sishiga yo'l qo'ymaslik
qo'ymaslik maqsadida O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyatiga neft va gaz qazib chiqarish bo'yicha belgilangan prognoz ko'rsatkichlarni so'zsiz ta'minlash vazifasi qo'yildi. Suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmini yil yakuniga qadar rejadagi 520 ming tonna o'rniga 606 ming tonnaga yetkazish topshirildi. Mutasaddilarga ichki bozor ehtiyojini kunlik tahlil qilib borish, ta'minot bilan bog'liq xavflarni oldindan aniqlash va zarur choralarni o'z vaqtida ko'rish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.